Agar bu hisob kitobni bundan bir 100 yil avval Albert Einstein aytib ketganda, odamlar hozir uni dahodirdi deydi ham shunday. O'zini asridan avval yashagan deb ko'kka ko'taradi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning kalomidan, vahiydan 1400 yil avval aytib ketsalar, odamlar buni ko'rmaslikka oladi. Juda bo'lsa tasodifga oladi. Odamlar buni ko'rmaslikka oladi. Juda bo'lsa tasodifga oladi. Qamar surasini o'qir ekanmiz, ya'ni Oy surasini. Oy haqida yana bir ma'lumot berib o'taylik. Al-Qamar kalimasi, ya'ni Oy, Qur'onda 27 o'rinda zikr qilingan. Buni 27 marta zikr qilinishligida nima bir siri bor? Siri shunda ekanki, bugungi kunda falakshunoslik ilmida oyni o'rganilganda, Oy o'zini o'qi atrofida aslida 27 kun u 7 soatda bir marta aylanib chiqishligi kashf qilindi. Oy haqida internetga ma'lumot bering, xohlagan tilingizda. O'zbekchami, arabchami, inglizchami? Oyni o'z o'qi atrofida aylanishlik davrini Sidonik davri bor. Ana o'sha davrni qarang, necha kun yozilgan. 27 kun u 7 soat. Endi kasr sonlar, ya'ni 7 soat, 8 soat degan narsalar odatda arab tilida ilg'o qilib yuboriladi. Ya'ni bekor qilib yuboriladi, zikr qilinmaydi kasr sonlar. Butun son zikr qilinadi. 27 kun ya'ni. 27 kunda bir marta oy o'zini o'qi atrofida aylanib chiqadi. Bu Sidonik davr deganligi, ya'ni yerdan turib qaragandagi oyni aylanish davri emas. Yulduzlarga nisbatan koinotdan turib qaraganda aylanish davri 27 kun. Siz aytishingiz mumkin, qanaqa qilib oy 27 kun? Qamariy oy hammamizga ma'lumki eng kamida 29 kun bo'ladi, to'g'rimi? Yoki 30 kun bo'ladi qamariy oylar. Qayerdan oldinglar bu 27 kun degan gapni desangiz? Bu yerga nisbatan 29-30 kun bo'ladi. Shuning uchun ham qarasangiz, oyni chiqish kunida, birinchi kunida oy deyarli ko'rinmaydi. Xuddi shunday oy oxirida ham ko'rinmay qoladi. Ana shu ko'rinmagan 2 kun hisobiga 29 kun va 30 kun bo'ladi oy. Yangi oy ko'ringunga qadar. Aslida esa koinotdan turib, boshqa yulduzlardan turib farazan masalan, oyni aylanish davriga qarasangiz, 27 kunda bir oy o'zini orbitasida aylanib chiqadi. Buni yana bir tushunarli bo'lishligi uchun misoli bilan aytaman. Nima uchun ya'ni 27 kun bo'lsa, yerdan 29 kun ko'rinadi? Oyni aylanish davri. Tasavvur qiling, siz bir joyda qimirlamay o'tiribsiz, oldingizda bolangiz ma'lum bir uzoqlik masofada sizni atrofingizda yugurib aylanyapti. 27 qadamda bir sizda aylanib chiqyapti, tasavvur qiling. Siz qimirlamay o'tiribsiz. Shunda tasavvur qiling, siz 2 qadam bolangizdan uzoqlashdingiz. Bolangiz sizni 27 qadamda bir marta aylanib chiqayotgandi. Natijada siz 2 qadam farzandingizdan uzoqlashganingizdan keyin sizni aylanib chiqishlik uchun farzandingiz sizni atrofingizda yana 2 ta qo'shimcha qadam tashlashlik kerak bo'ladimi? Aslida 27 marta aylanardi siz joyingizda tursangiz, lekin siz 2 qadam nariga siljidingiz. Shuning uchun endi farzandingiz ham oshiqcha 2 qadam tashlash kerakda, sizni aylanib chiqishlik uchun 29 qadam yurishlik kerak bo'ladi. Lekin asli 27 qadam yurardi. Siz uzoqlashganingiz hisobiga yana 2 qadam qo'shildi, 29 qadam yuryapti. Yer Quyosh atrofida aylanar ekan, bir joyda turmaydi yer. Tinimsiz oydan qochib boradi. Natijada oy aslida boshlang'ich nuqtasiga yetib kelgan paytda 27 kun bo'lgan bo'ladi. Yer lekin siljib ketgan. Yerga yetib olish uchun yanada 2 kun yurishga majbur bo'ladi oy. Chunki yer 2 kun siljidi, qochdi ya'ni Quyoshni atrofida aylanish mobaynida. Natijada qarabsizki, oy aslida 27 kunda o'zini boshlang'ich orbita nuqtasiga yetib kelgan. Buni aylana tuguni deyiladi. Ya'ni oy o'zining aylana tuguniga yetib kelgan 27 kunda. Lekin yer uzoqlashganligi sabab yerga yana to'liq aylana shaklida yerda aylanib yetib olishlik uchun yana 2 kun qo'shimcha yurishligi kerak bo'ladi oy. Natijada 29 yoki 30 kun bo'lib ketadi oy. Tushunarlimi? Ana shuni hisobiga bizga yerda ustidan turganimizda oy 30 kun yo 29 kundek ko'rinadi. Aslida uni orbitasida boshlang'ich nuqtasiga yetib kelish e'tiboridan qarasak, 27 kunda u bir marta aylanib chiqadi.
Endi sizga savol. Bu narsani o'qish, yozishni bilmaydigan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerdan bilganlar? Bu aritmetik hisob bilan, koinotni kuzatish orqali astronomiya ilmi bilan, falakshunoslik ilmi bilan hisob-kitob qilib o'rganilgan, bugungi kunda kashf qilingan bu narsani oy aslida o'z orbitasida 27 kunda bir aylanib chiqishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayerdan bilardilar? O'qishni ham bilmasdilar, hisobni ham bilmasdilar. Yozishni bilmasdilar ya'ni. Unaqangi falakiy hisoblarni nazarda tutibman. Biz ummiy ummatmiz degandilar. Mana bunaqa qilib oyni hisoblaymiz deb qo'llarini, panjalarini, besh panjalarini ochib ko'rsatib yurgandilar. Bu ochiq dalil, mana bu kitob bu olamni yaratgan Allohning kitobi ekanligini. Alloh Qur'onda aytib qo'ydi, chunki vash-shamsu wal qamaru bihusban. Quyosh ham, oy ham aniq hisob-kitob bilan yuradi dedi. Yoki boshqa bir oyatda ala ya'lamu man xalaq va huval latiful xabir dedi. U yaratgan zot o'zi bilmaydimi? U o'ta daqiq biladi. Va juda xabardor. Latif degani ana shu o'ta daqiq sir sinoatigacha biladi, xabardor. Shu uchun ham tarixda odamlar bilmagan, lekin aslida oyni aylanib chiqishlik orbitasini, kunini miqdori bo'lgan 27 raqam Qur'onda 27 marta oy zikri kelganda mana shunga ishora bo'ldi. Kasr son yo'q faqat xolos, chunki 27,5 marta zikr qilib bo'lmaydi-ku oyda masalan. Yoki 27 yu 3dan 1 marta zikr qilib bo'lmaydi-ku oyda. Shu uchun kasr son olib tashalingan. Biz aytayapmizki 27 kunu 7 soatda bir oy o'zining orbitasini aylanib chiqadi. 27 kunu 7 soatda bir. Kasr sonni endi buni talaffuzda aytishlik qiyin. Shu uchun ham al-qamar kalimasi har xil o'rinlarda kelgan. Ba'zilari masalan haqiqatda o'zi quyosh oy zikrida kelsa, ba'zilari tushlarda kelgan. Masalan Yusuf alayhisalom tushlarida men oy, quyosh, yulduzlar o'zimga sajda qilayotganligini ko'rdim deganlar. Va hokazo. Al-muhim 27 marta kelgan Qur'onda. Bu narsa ham lekin mana bu kofirlarda iymon kirishligiga baribir kifoya qilmas ekan. Chunki ularning bobolari u oyni yorilganini ko'rib iymon keltirmadi. Bular endi uni 27 marta Qur'onda kelganligini va bugungi kundagi bu aritmetik hisoblarga to'g'riligi, falakshunoslik hisoblariga to'g'riligini ko'rib qayerdan iymon keltirsin? Alloh oyatda aytdi: "Va iyyaru ayatan yu'ridu." Qanday mo'jiza ko'rmasin bu odamzod yuzi ko'raveradi. Ha tasodif deydi. Ha sehr deydi. Bu qadimdan odamlardagi bir sarkashlik, ko'rnamaylik. Holbuki bu ochiq mo'jiza. Agar bu hisob-kitobni bundan bir 100 yil avval Albert Einstein aytib ketganda, odamlar hozir uni dahodirdi. Deydi ham shunday. O'zini asridan avval yashagan deb ko'kka ko'taradi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning kalomidan, vahiydan 1400 yil avval aytib ketsalar, odamlar buni ko'rmaslikka oladi. Juda bo'lsa tasodifga oladi. Bu islomning g'arbligidan. Bir faylasuf aytsa yoki bir bashoratchi aytib ketgan bo'lganda shu narsani tasodif demasdi odamlar, shu odam bu narsani bilsa kerak deb o'shanga ergashar edi. Lekin payg'ambar aytsa bu narsaga odamlar parvo qilmaydi. Mana shunaqangi sarkashliklarda endi mana misolini Alloh bizga keltiradi. Bu birinchi narsa emas. Bular sizni mana bunaqangi gaplaringizga ishonmasa, yolg'onchi desa, hech xafa bo'ladigan narsa emas. Bu qadimdan shunday deb Alloh taolo 9-oyatda Nuh qavmining zikrini boshlaydi. Kazzabat qablahum qawmu Nuhin fakazzabu abdana va qalu majnunun wazdujir. Bulardan avvalgilar ham shunday yolg'on degan. Nuh qavmi mana. Bandamizni kazzobga chiqarishgan va uni majnun deganlar. Va u kishi to'sib qo'yilgan da'vat qilishlikdan. Mana qarang. Da'vat qilinishlikdan to'sib qo'yilgan, majnun deyilgan va u kishini kazzob deyilgan. Va umuman olganda u kishi olib kelgan diyonatni hamma narsasini yolg'onga chiqarishgan. Qadimdan kelayotgan bir illat, bu hech bir yangilik emas, sunan deyiladi mana shu narsani. Qizig'i shu narsa bir sunanligini hamma bilar ekan qarang. Ha, payg'ambarlar kelgan, odamlar ularni kazzob degan, lekin qizig'i xo'p, payg'ambarlardan keyin ham ehtimol bir da'vatchilar ularning risolatini olib kelsa, odamlarga o'chib ketgan risolatni. Ular payg'ambar bo'lmaydi to'g'ri, lekin odamlarga o'chib ketgan risolatni yangilab keladi. Nimaga hozir ham xuddi shunday bo'layotgandir deb o'ylamaydi odamlar, aksini o'ylaydi. Shuncha odam chiqib bularni kazzob deyapti,
shu bir gap bo'lsa kerak-da deydi. Shu to'sqinliklar qo'yib tashlanyapti da'vatlarga. Ha, bekorga qilmasa kerak, shuni bilsa kerak, odamlar to'sqinlik qilayotganlar. Shu uchun to'sqinlik qilinayotgandir, bir yomonligi bordir-da deydi. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamasa kerak deydi. Bu sunan bu. Har doim shunday bo'ladi. Kim olib kelsin bu narsani, har doim shunday bo'ladi. Bu narsani sunanligini bilmaslik ayb emas. Balki bilib turib, shu taqdiriga ko'ra yashash kelganda shuni tan olmaslik, haqdan qochish ayb. Buni bilmaslik ayb emas deganimning sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganda Varaqat ibn Nawfalni oldiga olib bordilar hadis onamiz. Varaqat ibn Nawfal mana shu sunanni bilar edi. Ya'ni har qachon bitta odam uchib ketgan diyonatda olib keldimi, albatta majnun deyiladi, kazzob deyiladi, da'vatiga to'sqinlik qilinadi. Varaqat ibn Nawfal Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab, hali seni qaniydi qavmingni quvib chiqarayotganda yoningda bo'lsam deganda sunanni bilibman. Hali hech kim quvib chiqarmasdan turib. Hamma boshiga ko'tarib yurardi unda Rasulullohni. Amin deb. Rasululloh ham hattoki bu narsani bilmaganlar ana shunda, ajablanganlar. Ava mukhrijiyahum meni qavmim quvib chiqaradimi deganlar. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun aytayapmiz. Bu sunanni bilmaslik ayb emas. Lekin bilib turib shu narsani shuncha payg'ambarlar tarixidan shu hayotga ko'ra yashash o'zini odamni boshiga kelgan paytda qochish da'vatdan. Shuncha odam buni majnun deyapti, shuncha odam buni kazzob deyapti, shuncha odam buni da'vatiga to'sqinlik qilyapti. Demak bir gap bor deb da'vatga shubhalanish mana shu aslida ayb. Rasululloh ham ajablandilar. Hali ular meni chiqarib yuboradimi dedilar. Varaqat ibn Nawfal Rasulullohga aytdiki: "Ma jaa ahadun bimisli ma ji'ta bih illa udi va uzi." Kimiki sen olib kelgan narsani olib kelgan bo'lsin, albatta dushmanlik qilinadi, albatta ozor beriladi deganlar. Ko'ryapsizmi? Varaqa tushungan mana shu sunanni. Bu o'zgarmas bir qonun bu degan. Odamlar ham tushunadi hozir bu narsani. Hamma o'qigan mana shu rivoyatlarni. Xo'p, hozirchi Varaqa nima deganini qarang. Payg'ambarlar uni olib kelgan bo'lish shart emas. Ma jaa ahad kim bo'lishdan qat'iy nazar sen olib kelgan gaplarni gapirib chiqsa, albatta dushmanlik qilinadi. Vazdujir unga to'sqinliklar qo'yilib, man qilib qo'yilinadi da'vatdan. Izdijor degani man qilib qo'yilinish. Majnun deyiladi. Isa ayni qopti bu odamni o'zi nima deyotganini tushunyaptimi bu odam deydi odamlar. Va kazzob deydi, yolg'onchi deydi. Mana bu narsalar bir sunan. Bu taqdirga ko'ra yashash har bir musulmonni boshidan o'tadi. Iymon keltirdim desangiz, shu sunan sizda ham yo'lingizdan chiqadi, shu qonun. Ya'ni oldingizdan har xil da'vatlar chiqaveradi. Shubhada qolasiz. Kazzob deydi, bunisi bunisini kazzob deydi. Bunisini majnun Isa'ni qopti o'zi nima deganini tushunyaptimi bu odam deydi. Va da'vatga to'sqinliklar qo'yiladi, eshitma deyiladi, qamalasan eshitsang deyiladi. Va kerak bo'lsa, yozilingan kitoblar bo'lsa yo'q qilib yuboriladi, yozilingan darslar bo'lsa kuydirib yuboriladi. Izdijor ana shu to'sqinliklar qilinish degani. Bu payg'ambarlar sunnati bu.